Assalomu alaykum, ben bozor o'z kanali kuzatuvchilari. Bugun sotuvimizda BMW E46 mashinasi, narxi 8,5 ming dollar. Xo'p, mashinamiz 98-yil, M52 2,5 litr. TU mexanik korobka bilan jihozlangan. Xo'p, mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Oldida ham bamper, to'liq расширениyalar qilingan, 18 dyumdagi raznashirokki Apex BBS disk keladi. Xo'p, mashinamizning tomlari qoraytirilgan, luklari mavjud. M-bak o'yladi. Juda ham chiroyli vid. Qaranglar. Yaqinda asvij qildirilgan mashina to'liq. Bitta polirovkasi qolgan. Egalari polirovkasini ham qildirib beraman deyaptilar. Xo'p. Kelib bemalol ustinglar bilan ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi, lekin juda ham vidi chiroyli. Xo'p, salon qismini ko'rsataman. Qaranglar o'rtoqlar. Qanaqa kombinatsiya qilingan. Приятный salon ham. Luklari stiklanniy. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mashinamiz adniy dushi bo'ladi. Nima savolinglar bo'lsa, egalarining nomerini qoldiraman. Nima ish qilganlar, qancha rasxod qilganlar, bemalol so'rab ma'lumot olsanglar bo'ladi. Rahmat e'tibor uchun, sog' salomat bo'linglar.